Mana bugun yana bir mijozimizga shu kukuni metalni o'rnatib berdik. Bu ishimizni manzili Andijonga Yujniga olib keldik. Bu ishimizni endi qisqacha obzorni qilamiz. Xo'p, mana bu bir chekkadan boshlasak, xolodilnik joylashgan. Xolodilnik tepa tomoniga aristonlari mana hamma yoq tartibli joylashadi. Bu yerda musulpaqada bor. И mo'ysimiz keldi. Buni tepasida sushurkasi ham bor. Oshxonalari ham bor, qo'shamiz. Stollar ham bor. Bu yerda mikrovan o'tgan o'rni. Bu yerda duxovka, gaz bitishga hamma yoq o'rnida tartibli joylashadi. Bu chekkasida bo'lsa gaz o'rnatilgan, tepalariga polka qilib qo'yganmiz. Mana shu ishimiz bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerim 90 572 93 94 shu nomerda Telegram bor. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi.